Yangi qurilayotgan Navoiy Cityga yaqinroq joydan kvartira xarid qilmoqchi bo'lsangiz, bu videoni oxirigacha ko'ring. Navbatdagi sotuvga chiqayotgan kvartiramiz Fayzli xonadonimiz Yangi Hayot domlarida joylashgan 5-qavat, albatta liftlari bilan 2 xonali kvartira hisoblanadi. Videoni oxirigacha ko'ring. Hozir uyda holatini tezkorlik bilan obzor qilib beraman hamda tashqi manzarani ham sizga ko'rsatib o'taman. Demak, tayyor bo'lsangiz, boshladik. Ko'cha eshigimiz kirganimizda mana shunaqangi prixoshkasi hamda bu tarafda sizning birinchi xonangiz kutib oladi. Holatlarni ko'rishingiz mumkin. Bitta like arzisa like bosib, Xudo xohlasa kelib baraka qilish sizdan qolyapti. Yangi remontdan chiqqan, nasib bo'lsa birinchi siz kirib yashaysiz bu xonadonga. Yangashka, bu sizning xonangiz. Demak, ko'rib turganingizdek, oshxona qismimiz. Mana bu ikkinchi xonasi hisoblanadi. Marhamat, buni ham holatlarini ko'rishingiz mumkin. Remontlarga gap bo'lishi mumkin emas. Demak, holati ideal darajadagi kvartira hisoblanadi. Ana endi hojatxonasini ko'rsataman. Hojatxonasi hamda bu yuvinish xonasi.